Gibrid mashina bo'lmaydi deb yurganlarga o'zi asosiy важный momentga bizani vurchat qilibdi. Nimaki? Qaranglar, avtosalon bo'ylab svet yo'q, svet o'chgan. Svet necha soatdan beri yo'q? 3 soatdan beri svet yo'q. 3 soatdan beri svet yo'q. Ana bu garajdan, lekin bizga mashina chiqarishimiz o'zi kerak. Bu uchun nima qildik? Gibrid mashina bizlar uchun asqotdi. Nimaki ana bu zaratchik joyidan kabel tortib, qaranglar. Kabel tortib, udlenetilga tiqib, mana bu garajga ulandi. Qaranglar. Ochildi. Marhamat. Gibrid mashina bo'lmaydi deganlarga ana javob. Hech bemalol uylaringizga svet bo'lmasa ham udlenetilga tiqasizlar, полный svet bilan ta'minlab beradi. Marhamat. Bu mashinani qanaqa uslubalarda xarid qilishlari mumkin? Xohlasalar naqd, avtokredit, рассрочка, причисление, xohlagan to'lov usullari mavjud. Bemalol kelsalar, 1 soat ichida ularga rasmiylashtirib 25% to'lab 1 yildan 5 yilgacha xarid qilishlaringiz mumkin. Hammalaringizni Suiz Buxoroda kutib qolamiz.